Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 30-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida Navro'z bayramiga bag'ishlangan tantanalar yuqori tashkiliy saviyada o'tkazildi. Tadbir dasturi milliy qadriyatlarni targ'ib etish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish hamda o'quvchi yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishga yo'naltirildi. Muassasa hududida tashkil etilgan milliy liboslar va xalq cholg'u asboblari ko'rgazmasi ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Tadbirning rasmiy qismida maktab direktori Anvar Allamov ma'ruza qilib, yig'ilganlarni ayyom bilan tabrikladi. Bayram doirasida milliy sport turlari bo'yicha musobaqalar tashkil etildi. Xususan, varraklar uchirish, arqon tortish va milliy kurash bellashuvlari yoshlarning jismoniy chiniqishi va jamoaviy birdamligini namoyish etdi. Navro'zga bag'ishlangan sport musobaqalarini o'tkazyapmiz. Mana shaxmat, tosh ko'tarish bo'yicha, qo'sh tunash bo'yicha, arqon tortish bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tyapti. Bir ko'tarinki kayfiyatda, yosh kayfiyatda o'tyapti. Shuningdek, shaxmat va shoshka bo'yicha o'tkazilgan turnirlarda o'quvchilarning intellektual salohiyati va mantiqiy fikrlash qobiliyati sinovdan o'tkazildi. Tadbirning badiiy qismida o'quvchilar tomonidan ijro etilgan milliy an'analarga yo'g'rilgan sahna ko'rinishlari, xalq og'zaki ijodi namunalari va dilrabo raqslar bayram shukuhini yanada yuksaltirdi. Ijro etilgan bahoriy laparlar va jarangdor kuy-qo'shiqlar yig'ilganlarda ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Assalomu alaykum, og'aylar, bolalarim, qizlarim. Bayramlaringiz bilan tabriklayman. Xudoyim shunday bayramlardan yuzlarini ko'rgaysizlar. Hammalaringiz sog' bo'lgaysizlar, ota-onangizning oldida baxtli bo'lgaysizlar, ota-onangizlar oldingizda sog' bo'lg'ay, umrlaringiz uzoq bo'lg'ay, ne niyatlaringiz bo'lsa yetkaysizlar. Bayramlaringiz, hayitlaringiz qutlu bo'lg'ay, Xudoyim. 30-maktabda tashkil etilgan mazkur Navro'z tadbiri yoshlarning ma'naviy kamoloti va milliy g'ururini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Bu kabi ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar yosh avlodni vatanparvarlik va milliy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalashga xizmat qilishi shubhasiz.